Qo'qon shahrida tasviriy san'at ixlosmandlari uchun yana bir ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Qo'qon shahridagi Art rezidensiyada iste'dodli rassomlar Qahramon Mamaziyayev va Ulug'bek Sharapoyevning ijod namunalaridan iborat ko'rgazma bo'lib o'tdi. Qarangki, bugungi ko'rgazmamizning nomi ham Qo'qon nafasi ranglarda. Bu degani har bitta ijodkor mana shu Qo'qonimizni bir Qo'qonimizda nafas olib, Qo'qonimizda yashaganlaridan ilhomlanib, o'zlarining ijodlarini mana shu yerda mana ko'rsatib kelishyapti. Mazkur ko'rgazmada Qo'qon shahar hokimligi vakillari, san'at ixlosmandlari, ustoz murabbiylar, yosh ijodkorlar hamda o'quvchi yoshlar ishtirok etdilar. Tadbir davomida mehmonlar rassomlarning betakror ijod namunalari bilan yaqindan tanishib, asarlarda aks etgan tabiat manzaralari, milliy ruh va chuqur falsafiy mazmunni yuqori baholadilar. Qo'qon musiqal drama teatrida bosh rassom bo'lib ishlayman. Sahna bezaklarini qilamiz. Sahnalarga eskizlar, spektakllarga eskizlar qilamiz. Ularni keyin sahnaga olib chiqamiz, rejissyorlar bilan birga ishlab, portretlar, manzaralar ishlaymiz, dekorativ ishlar. Shogirdlar bor, kelishadi, o'rganishadi, uni o'zini sir asrorlari bor, dekorativ san'atning muhim bir jihatlari bor. Kelib o'rganishadi, ustoz deyishadi, o'rgatamiz qo'ldan kelgancha. Ta'kidlanganidek, tasviriy san'at yuksak mahorat, sabr, matonat va nodir iste'dodni talab etadigan noyob yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ko'rgazmada namoyish etilgan har bir asar tomoshabinni o'yga toldirib, tabiat go'yo tilga kirgandek taassurot uyg'otdi. 2026-yilda chizgan asarlarim ko'proq syurrealizmga tortib ketadigan asarlar. Sababi falsafiy qarashlar bo'lganligi sababli mana bu tabiatda o'zgarishlar yoki atrof muhitdagi bo'layotgan voqealar, bularga rassom baribir har biri qarab turish jarayonida o'zidagi fikrlarini so'zda ifoda qila olmaydi, chunki ular ranglar bilan ishlaydi. Rang va undagi chizgilar bilan o'z fikrlarini ifoda qilish imkoniyati bor. Tabiatda iqlim o'zgarishlarida Orol mavzusiga 3-4 ta ko'proq bir seriyali ishlar chizdim. Mana bu hozirgi bugun bo'layotgan ko'rgazmada bunda Orol insonlarga xuddi murojaat qilayotgandek asarlar bor. O'sha Orol atrofidagi yashayotgan aholini tabiatga bo'lgan muhtojligi va unga oroldagi o'sha suvni chekinishiga qarab turib aholini turmush tarzidagi nolasi bo'lishligi mumkin. Tadbir so'ngida Qahramon Mamaziyayev va Ulug'bek Sharapoyev Qo'qon shahar hokimligining tashakkurnomasi bilan taqdirlandi. Shuningdek, so'zga chiqqanlar rassomlarning ijodiy ishlarida katta ma'no va mazmun mujassam ekanini alohida ta'kidlab, ularga esdalik sovg'alari topshirdilar. Ko'rgazma ayniqsa yoshlarda tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishni yanada oshirib, ularni ijod va go'zallikka oshno etishga xizmat qildi. Men talaba sifatida bu ko'rgazmada juda katta ilhom oldim. Ustozlarimizning har bir asarida chuqur ma'no va his-tuyg'ular mujassam. Ayniqsa ranglar uyg'unligi meni juda hayratlantirdi. Bu asarlar orqali Qo'qonning o'ziga xos ruhi yaqqol sezilib turadi. Har bir rasmda milliylik va zamonaviylik uyg'unlashgan. Ko'rgazma menga ijodiy fikrlash uchun juda katta g'oyalar berdi. Ustozlarimizning mahorati va qarashlari meni yanada ruhlantirdi. Kelajakda men ham shunday mazmunli va ta'sirli asarlar yaratishni xohlayman.